Assalomu alaykum. Bugungi ertalabki funksiyamiz yosh qiz, ya'ni 2000-yilda tug'ilgan qizimiz. Bu bemorimizni tug'ma urug' soni juda ham kam va ular turmush qurishgan, farzandli bo'lmagan natijasida tekshiruvlarga qatnashgan va shu tekshiruvlar natijasida AMG ko'rsatkichi juda ham pastligini aniqlashgan va bularda hozir qizimiz 26 yosh bo'lishiga qaramasdan o'z tengdoshlariga qaraganda juda ham tuxum zaxirasi juda ham past va ularga nakopительный programmani men taklif qilganman. Ya'ni har oyda nechta urug' yetilsa, shuncha urug' yig'ib kishi amaliyotini amalga oshirib, hosil bo'lgan embrionlarni bachadonga ko'chirib o'tkazamiz deb taklif berganman va bular taklifga rozi bo'lib, shu programmani boshlashgan. Bu bizning ikkinchi programmamiz. Stimulyatsiya natijasida ikkita folikula yetildi va ikkita folikuladan biz ikkita hujayra oldik va bu yosh